$500 o'tdan yebishni holatdagi opa-singillarimiz uchun elektromobillarimiz keldi, ko'rishlaringiz mumkin. Har xil navorotlar bilan jihozlangan o'tdan yebishni holatda bitta zaryadi bilan 200 kilometrdan ziyod yuradigan hamma navorotlarga ega elektromobillarimiz keldi, ko'rishlaringiz mumkin. Attiga $500. Bu elektromobillarimiz kimga qiziq bo'lsa kommentariyaga plus like bosib do'stlarga yuborib qo'yamiz do'stlar. O'tdan yebishni holatda 2028-yil ishlab chiqarilgan o'ta tiniq holatda ko'rishlaringiz mumkin. Hamma jihozlari opa-singillarimiz uchun pushti, qizil, har xil rangda bor. Kimda qiziq bo'lsa kommentariyaga plus belgisini qoldiramiz do'stlar. Nima qilib? Fazilat o'tgan safar 68 mingdan sotilgandi. Shunaqangi tugab ketdi. Bu safar 3 qob olib kelib qo'ydik. Keyin 68 mingdan emas, bu safar 48 mingdan. Bu Binashoys magazinimizning mijozlari, xaridorlar uchun endilikda mana shunaqa sumkalarimiz yana boptor keldi. Va endilikda 48 ming so'mdan bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Hamma onajon, opajon, qizajonlarimizni kutib qolamiz. Modellariga alohida ahamiyat berasizlar. Tez kelib olinglar. 3 qob olib kelib qo'yganmiz, 700 tadan oshiq tezroq olib ketasizlar. Hurmatli xaridorlar, 500 ming so'm bilan qanaqa biznes qilsak bo'ladi deb juda ham ko'pchilik qiziqish bildirdi. 500 ming so'm bilan mana shu fabrikani birinchi sort mahsulotlarini sotib olsangiz bo'ladi. Albatta birinchi qo'l bular hammasi optim narxda va donaga sotib yaxshigina daromadga chiqsangiz bo'ladi. Buning uchun bizda Telegram gruppamiz bor. Telegramdan aloqaga chiqasiz va mahsulotlarni, rasmlarini, narxlarini tashlab beramiz va ishlashda davom etsangiz bo'ladi. $500 o'tdan yebishni holatdagi opa-singillarimiz uchun elektromobillarimiz keldi, ko'rishlaringiz mumkin. Har xil navorotlar bilan jihozlangan o'tdan yebishni holatda bitta zaryadi bilan 200 kilometrdan ziyod yuradigan hamma navorotlarga ega elektromobillarimiz keldi, ko'rishlaringiz mumkin. Attiga $500. Bu elektromobillarimiz kimga qiziq bo'lsa kommentariyaga plus like bosib do'stlarga yuborib qo'yamiz do'stlar. O'tdan yebishni holatda 2028-yil ishlab chiqarilgan o'ta tiniq holatda ko'rishlaringiz mumkin. Hamma jihozlari opa-singillarimiz uchun pushti, qizil, har xil rangda bor. Kimda qiziq bo'lsa kommentariyaga plus belgisini qoldiramiz do'stlar.